Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, sog' salomatmisizlar? Bugun men sizlarga bolalar va shayton ruhnosidagi yangi hikoyani o'qib bermoqchiman. Bugungi hikoyada men shayton insonlarni namoz vaqtida qanaqa qilib chalg'itishi, xayollarni boshqa tomonga olib qochishi haqida hikoya o'qib bermoqchiman. Hikoyaning nomi Namoz va shayton vasvasasi. Bir kuni asr payti edi. Muazzin azon ayta boshladi. Said azonni eshitib bo'lishi bilan yugurib tahorat olishga kirdi. Keyin joynamozni olib namozga tayyorlana boshladi. Ukasi Umar ham yoniga kelib, "Aka, men ham siz bilan namoz o'qiyman" dedi quvonib. Singlisi Afifa esa qo'g'irchog'ini o'ynab o'tirar edi. Said Allohu akbar deb qo'llarini ko'tardi. Shu payt shayton kelib unga ba'zi narsalarni eslatib vasvasa qila boshladi. Oshxonada juda shirin ovqatni hidi kelyapti. Avval ovqatlanib olmaysanmi? Telefonda multfilm ko'rmaysanmi? Eng qiziq joyga kelib qolgan edi, dedi. Saidning xayoli bo'linib ketdi. U namozda turgan bo'lsa ham, xayoli boshqa joyda edi. Shunda shayton uning ustidan kulib, "Ana, men uni yana chalg'itdim. Ey Said, tezroq tugat namozni, keyin o'ynaysan" dedi quvonib. Umar ham rukuda turib birdan esladi. "O'yinchog'imni qayerga qo'ygan edim?" dedi o'ylanib. Afifa esa namoz tugashini kutib turar edi. Namozdan keyin Said chuqur xo'rsindi. "Oyijon, namozda xayolim bo'linib ketdi. Har xil narsalar xayolimga kelaverdi", dedi xafa bo'lib. Onasi ularni atrofiga yig'ib tushuntirdi. "Bolajonlarim, bu shaytonning hiylasi. U namozni buzolmasa ham savobini kamaytirishga harakat qiladi", dedi. Onasi gapida davom etdi. Alloh taolo A'rof surasining 200-201 oyatlarida quyidagicha marhamat qiladi. Agar sizni shaytonning vasvasasi yo'ldan urmoqchi bo'lsa, Allohdan panoh so'rang. Albatta u eshitguvchi va bilguvchi zotdir. Taqvo qilguvchi zotlarni qachon shayton tomonidan biron vasvasa ushlasa, Allohni eslaydilar. Bas, to'g'ri yo'lni ko'ra boshlaydilar, dedi. Shu payt Umar, "Oyijon, nega shayton ko'zimizga ko'rinmaydi?" deb so'rab qoldi. "Yaxshi savol so'rading, bolajonim. Alloh shaytonni ko'rinmas qilib yaratgan va buning katta hikmati bor. Agar ko'zimiz bilan ko'rganimizda doim qo'rqib yurgan bo'lardik. Alloh bizni bundan asragan. Yana ko'raverib ko'zimiz o'rganib qolar edi. Keyin Allohga duo qilmay qo'yamiz. Alloh buni bilgani uchun ko'rinmaydigan qilgan. Shaytondan bizni faqatgina Alloh asray oladi. Shuning uchun doim duo qilishimiz kerak, bolajonim", deb javob qaytardi. Shu payt Said onasiga savol berdi. "Xayolimiz chalg'isa nima qilaylik, oyijon?" dedi. Onasi esa javob qaytardi. "Avvalo chiroyli tahorat olish kerak. Agar chala yoki shoshilib tahorat qilsang, shayton seni chalg'itishi oson bo'ladi", dedi. "Namoz boshlashdan avval A'udhu billahi minash shaytonir rojimni aytinglar. Alloh seni ko'rib turganini tasavvur qil. Sen ko'rolmasang ham Alloh seni ko'rib turadi", dedi. "Namozni sekin va tushunib o'qinglar", deb nasihat qildi. Afifa, "Shunda shayton qochadimi?" dedi. "Ha qizim", dedi onasi. "Shayton xushuli namozdan qo'rqadi", deb javob qaytardi. Ertasi kuni Said, Umar va Afifa yana birga namozga turishdi. Bu safar shayton pichirlayotgan edi, lekin Said qalbidan "Alloh meni ko'rib turibdi" deb xayolidan o'tkazdi. Umar ham diqqat bilan sajda qildi. Afifa esa ularning yonida o'ynab o'tirar edi. Shayton esa uzoqdan g'azablana boshladi. Men bu bolalarni chalg'ita olmadim. Voydod, men bu yerdan ketmasam bo'lmaydi", deb qochib ketdi.
Shaytonni yaxshi tanib olgan bolalar namozda chalg'imaydigan bo'ldilar. Chunki shayton musulmonlarning eng katta dushmani ekanini tushunib yetishdi. Shu bilan hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi bolajon. O'ylaymanki, bugungi hikoyamiz sizlarga manzur bo'ldi. Endi qachonki namoz o'qiyotganingizda fikrlaringiz chalkashsa, xayollaringiz boshqa joyga ketaversa, bu shaytonning hiylasi ekanligini eslang. Allohdan shaytonning yomonligidan panoh so'rang va u sizni qo'llab-quvvatlaydi. Har doim o'z panohida asraydi. Keyingi hikoyalargacha sog' salomat bo'linglar bolajonlar.